Mana qo'qqi gulni gullab turgan payti kuniga 5-6 dona davay tez yeb boshlanglar. Qattiq aralashtirib salat. To mana unday holatga kelib qolmasin. Tezga sizda hech kim urushmaydi. Da tez aytganda qilinglar-da. Tushundingizmi? Shuni yulinglarni yuvib tozalab salatga qo'shib yoki damlab turib, tez choy qilib iching. O't qopini zo'r ishlatadi. Jigarni shunday tozalaydi, jigarni, taloqni, qoningizni tozalashinicha, ana gepatitlarga qanday zo'r bu. Qonni zo'r tozalaydi. Yana jigarni, uni aytdim-a. Eng yaxshisi yana bu artrozlarga zo'r. Uni tomiri. Tushundingizmi? Tomirini olib damlab ichingizlar. Yana bitta xususiyati, sahrni diabetga baraka topkurlar. Sizni birov urushyaptimi, uyingizda oldiga shuni o'sib yotibdi. Oling uni shuni sug'urib olingda to'g'rab yeng, salatga qo'shib. Tushundingizmi? Yaxshilab yuvib tari. Yoki damlab iching. Mayda to'g'rab damlab iching, mana sahrni diabet ko'zini o'yadi. Tushundingizmi? Xo'p deng, aytganda birov urushsa mana shuni ichganingiz uchun, yeganingiz uchun, menga ayting, o'zim tanobini tortaman. Tushundingizmi? Tomirini olib qo'yinglar. Tomirini ana unga ham yaxshi. Benihoya, ya'ni onkologiyaga, qonni tozalaydi. Tushundingizmi? Sahrni diabetni baqirtirib yuboradi tomiri. Jigarni zo'r tozalaydi. Xo'p, tez aytganda qiling. Tez deng. Avay.